Washingtondan Amerika ovozi namoyish etadi. Shu kunning eng dolzarb mavzulari: Markaziy Osiyo, xalqaro hamjamiyat, Amerika xalqi va hayoti, siyosiy, ijtimoiy va madaniy yangiliklar. Bularning hammasi bizning kundalik radio dasturlarimizda va haftalik Amerika manzaralari ko'rsatuvida, shuningdek internetdagi sahifamizda. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai. Bugungi dasturimizda sun'iy oyoqli sportchi, sun'iy qo'llar, sun'iy mushaklar, tibbiyot olamidagi yangiliklar va bugungi texnologiya, dunyoning bu qismidagi siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy manzara. Tafsilotlar bilan Washingtondagi studiyamizda Navbahor Imamova. Assalomu alaykum. Amerika xalqi va hayoti, tashqi siyosat va global mavzular haqidagi dasturimiz huzuringizda. Bilasiz, ilm-fan olamida har kuni bir yangilik. Muxlislarimizning iltimosiga binoan bugungi ko'rsatuvimizni ilm-fan, bugungi izlanishlar va tadqiqotlar, shuningdek bugungi kashfiyot va ixtirolarga bag'ishlaymiz. Denis Schindler Rio-de-Janeyroda bellashishga tayyor. Sun'iy oyoq bilan velopoygada qatnashib, tarix kitoblariga kirmoqchi. Protezni Amerikaning Autodesk kompaniyasi loyihalagan va Germaniyada ishlab chiqarilgan. Hozir 3D printerida bosib chiqarilgan protezni sinab ko'ryapmiz. Sifati qo'lda yasalgan oddiy protezlar bilan bir xilmi yo'qmi bilmoqchimiz. Uni yasashda ishlatilgan material boshqacha. Velosiped minganda egiluvchanlik va aerodinamika talablari hisobga olinishi kerak. Yuqori texnologiyalar qo'llansa-da, yangicha protez oyoqni yasash uncha qiyin emas. 3D printer, oddiy skaner va arzon bir notebook bo'lsa kifoya. Mahsulot sifat jihatdan an'anaviy protezlardan aslo qolishmaydi. Yasashga hech qancha vaqt ham ketmaydi. Schindler baxtsiz hodisada o'ng oyog'idan ayrilganida 2 yoshda edi. Hozir yoshi 30 da. Yaqinda Germaniyaning Gannover shahrida o'tgan sanoat yarmarkasida u prezident Barack Obama bilan ko'rishdi. Juda qiziqarli suhbat bo'ldi. Men uchun muhim bo'lgan bu loyiha haqida unga faxrlanib gapirib berdim albatta. Obamaning o'zi ham bu mavzudan xabardor ekan. Ijobiy taassurot qoldirdi. Sun'iy oyoqni yasash uchun avvalo kesilgan oyoq skanerdan o'tkaziladi. So'ngra kompyuter protezni dizaynlashtirib 3D printerdan chiqarib beradi. Yengil, kuchli va tabiiyroq oyoq Denis Schindlerga nafaqat velosiped minish, balki Paralimpiya o'yinlarida bellashish imkonini beradi. Jessica Berman, Shohruh Hamro, Washington. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.